Besetkasi 2000 rubl ekan. Uy esa 6000 rubl. Bu yoqqa bormanglar, ular tiqilib qoldi. Yana utkalar. Utka hujum qilyapti. Faqat ku aylanib turibdi bitta joyda. Start. Внимание, marsh 10.000 rubldan. Hey, bunday geyimlar o'ynamaydi. Hozir bir nima boshlaydi chiqarya. Ba'zi o'zim pishirmasam bo'lmaydi-da. Ana shunday aka, ana shunday. Bu kim edi bu endi? Tochkan xo'jayinimi bu? Qani chiqib ketdi. Shoshlikchalarni qaranglar, shoshlikchalarni. Nima deyapti bu? Yama. Do'stlar, biz hozir Sankt-Peterburg shahriga kelganmiz. Buning sababi Ars Dental klinikasining yangi filiali ochildi. nima xizmatlar bor aka? Assalomu alaykum. Bu filialimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Metro Azirki, улица Skersa 7, korpus 2. Не только терапия, не только многопрофильный, bu yerda stomatologiya ham bor. O'shaning uchun terapiya bo'yicha, kardiologiya bo'yicha, dermatologiya bo'yicha, детский педиатр, неврология, урология, гинекология, дневной стационар, hijama, fizioterapiya, zuluk hammasi bor. Sunnat ham qilasizlarmi? Sunnat ham bor. O'zim shu yerdaman. Aha. O'zim shu yerdaman. Shu kabinetda stomatolog priyomni qabul qilaman. Agarda siz Sho'xrob akani o'zlaridan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, qandaydir sekretni gaplaring bo'lsa, bemalol mana shu adresga kelaverasizlar. Har kun soat nechidan aka? Ertalab 10 dan kechki 8 gacha shu yerdaman. Shu. Rejim rabota bor, telefon raqam bor, qo'ng'iroq qilinglar, maslahat olinglar. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Sankt-Peterburg shahridagi eng katta klinikalardan bittasi. Srobcher Aliyevich. Rahmat. Tabriklaymiz aka. Gazini bosing, morro bo'lsin. Da. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Gaziga bosamiz. Shunaqa. Biz yo'lga chiqdik. Temur ham shu yerda. Sekin-sekin endi yo'lga chiqyapmiz. Qanday bo'lyapti? Huzur bo'lyaptimi? Cheki-peki. Mashina qanaqa? Xizmat qilyaptimi? Mana o'sha kunlar keldi. Biz tomondan ham quyoshlar chiqdi. Peter ham isib qoldi. Biz esa где-то 10 minut, 13 minutdan keyin o'sha aytilgan joyga yetib boramiz. Zagorodga. Yo'lni qarang qanaqa. Mana shu tomonlarga yerlari ham yomon qimmat. Lekin tabiati ham zo'r ham. Qarang. Sima. Shunaqa dachangiz bo'lsa yashab berarmidingiz? Har kuni yashab berardim deng. Tanishib aytibdi. Yo'q, bilib uy bo'lsa bo'lmay yashashdan kerak yo'q deb qo'ydi. Mazza qilib yashash kerak. Bir kunlik dunyo, puli, moli, davlati hammasi o'tib ketadi. Insondan yaxshilik qoladi. Загородный клуб. Орех. Через 200 метров поверните налево. Короче, kollektiv bilan вообще keladigan joy ekan-da. Mana shu, mana shu. Ha, men Boburga mana. Mana shu joy. Dam olamiz. Bu kartasimi? Mashinalar uydek bo'lsa, yotasizlar. Tema siz bo'lgansiz, nimalari bor bu yerda bitta tushuntiring. Berovichni parki bor. Aha. Hali daraxtni tepalarida. Yuramiz ha, shunaqa ustida. Maymunlarga o'xshab. Bu yerga 3 ta uровень bor, 4 ta daraja. Birinchisi bolalar uchun, Aha. ikkinchisi Kattalar uchun. Uchinchisi средний, mana bizniki. To'rtinchisi вообще сложный. Bo'ldi. Qiyin juda. Lotka, Saba, mana suv. Bizzat tilni aktivni o'rda qilish kerak. Uy-puy kerak emas. No, yatak do'mi. Yo'q, biz shuncha payt kelganmiz, ruslar bilan biror marta uy olganimiz yo'q. Yo'q, uy olib uyda o'tirmaymiz deganmiz. Daryoni bo'yida, o'sha kollektiv bilan обязательно kelamiz bu yerga. Xohlasalang, domik olsa bo'lardi. Hozir ko'rsatamiz. Besetkasi 2000 rubl ekan. Uy esa 6000 rubl. Besetka qaysi besetka? U pastda. Ha. Malaya besetka, kichkina besetka, u kattalar. Bo'ldi, o'sha kattaga o'tiramiz. Yo'q, bu bo'sh ekan. Ha? Bo'laveradi. Prostoy bolalarga. Banya, короче, mana shu joy. Banya ekan. Keyin ko'rsataman bu yerda. Qorin och.
o'tirish kerak nima edi u? Ko'ch yaxshi joy ekan, sразу ma'lumda shu yerga mediklar kelgani. Sразу art surt. Короче, mana bu domikni ham oldik. Besetkasi bilan birgalikda. Sen so'ragingmi? Endi o odamga o'xshab o'tiramiz, a to besetkachada u ne aytishimda. Короче, Lov номер 1. Endi moshina yotmoqchi. Hamma ovqatlarni hammasini zakaz qildik. Tabiat qo'ydi mana. O, daryo. Bunaqa domikchalar, uychalar, mana besetkachalar. Quyoshda toblanib. Mana ustini olib tashlasa bo'lmaganmi? Yomg'ir poyatlarda Qarmoq olib ketdimi? Zafarga tochda ketardi. eski damaydi-ku. Yana bitta uy olamiz. Yo'q. Aka, bitta kravatda 3 kishi tiqilib yotaveramiz, nima u? Farqi yo'q. Vlog olyapman-da, yigit, agar qiziq bo'lsa, mana shu stomatologlarni ham ishini, hayotini ko'rsatishga harakat qilamiz, agar qiziq bo'lsa. Ichimizda mana shu Zafar bilmayman, juda katta pul topadi, summasini bilmayman, haloli bo'lsin. Lekin shuncha pulni nima qilasan deb hamma so'raydi, shundan. Nima qilyapti aka? Zafarius. Olib ketaman deyapman-ku, olib ketaman. Много семья, там uchta oilang bormi? Ha, uchalamiz. Nima deydi deganda, uchta farzandim bor dedi. Ha, uchta. Bu kishi unaqa semya dedi. Zafar hamma biladi shu qilig'ingni, ha? Bizga nima kamchilik qilyapti? Qoshiqmi? Priborlar. Yopiq u, obedga chiqqan. Stakanchiklar. To'yda qanaqa ekansan to'yda? Botirib domni. Qaysi to'yda? To'yda bo'lsa, Sunnat to'yda deyapti. So'xa qani? Qarmoq bilan baliq izlashga chiqdi. baliq izlab kelaman, zo'r pishiramiz deyapti-da. Yoqimli ishtaha. Urib yubordilaring-ku. Ha, tezlashtiring, shunday qiling. Bыстрее уже заканчивается. Sizlar uchun topdim. Klinkalari qimmat joylarga boradi. Samsa. Zo'r besetka o'qimlar bor. Siz edi, saplari olib, cho'milib, mazza qilib topshirdi. Fizический parvoz. Eskisiga kelsak bo'ladi. Yo'q, kulasan. Men ham kulgandim. Ziplinelari zo'r lekin. Keyingi safar boshqa shahargami? Bugun obsujet qilamizmi? Umurtqamizni sindirib ketmaymizmi shu? Yo'q, astag'firullah. Mana Bobur ham xudo xolasa qo'liga oldi. No, bu oilaviy narsa, haligi-ku, farqi nima? Izначально bizning yig'ilishimiz boshqa shaharlarda bo'lish kerak edi. Sabablarga ko'ra Peterdan chiqolmay qolyapmiz. Ko'rsa, nima qilasan? Nima dollar tashib Ular ruxsat olding deb. Sen nimaga hozir ovqat yeb o'tirganding? Nimaga bitta telefondan ketib qolyapsan? kutib o'tiribdi. Rusalkalarmi? Bu yigitimiz uylanmagan, o'shaning uchun faqat rusalka ushlaydi. Baliqqa boradi. Ketdi bittasi baliq ushlashga. Zafar bo'ldi, pulni nima qilishligingni so'ramayman, jo'ra aytding. Bo'ldi. Borsam, dolsa yozdan obordi. Boburdan ham so'ramayman, bo'ldi. Pulni nima qilyapsiz deb. Men tushundim sizlarni. Shoh xafa bo'lmang. U gapni kimdir aytish kerak edi, tuz olib keling deb. Mana tuz, mana salfetkalar. Ko'rdingizmi? Pichoq ham olib kelganingiz o'sha yerda. Pichoqni xo'jani qizi olib kelar ekan. Restorandan so'radingmi? Da. Deydimi? Da. Chotki, pichoqni biz bera olmaymiz dedi, ana qiz. Qaytib so'radingiz? Sol, salfetka dedim. Soседи deb aytsin, soседи deb aytsin. Ana qiz ham shu o'tirgan ekan. Kirash tuzkerli, endi pomidor bodring yeymiz. Diyeta. Ha, diyeta. Hozir shashlik yeymiz. Dietический. Obedni qilib bo'ldik. Endi sayrga chiqyapmiz. Ikkita sho'rix baliq ushlayapti. Biron nima ushlabdimi? Chuvalchang ushlaganda точно-ku. Biron nima ushladilaringmi?
Ma, shoh. O'g'limiz aka mana. Bunday qilyapmiz, haylayapman-u. Ну-ка, отойди, отойди. Бобур. Бобур, Боби. Подальше. Отойди подальше. О! Oho. Endi Koreya yangi telefon ketdi. Sen hozir faqat ovqat beryapsanmi? Baliq chaqirish uchun-da. Baliqni chaqiramiz, ovqatlantiramiz. Bu prikormka. Buni qarang qancha anavi. Najivga tashlaymiz. Marmushdan olgan. Ovqat yegasini. Marmushni qarang ana. Shashlik bor-ku. Marmush ana qurtda-da. Dori qurti ko'pligini. Shoh, sizda nomeri bor edi, lotkalarda. Bulardami yo'q? Ketdikmi, olamiz? Ha. Qanday olish kerak? Bu telefoni bor-ku. Telefon qiling. Ha, sig'amiz. Men sizni bilmayman. Telefon qiling resepshinga. Borib aytish kerak. Yo'q, telefon qiling, pulni ayting. Agar telefon qilsa keladi. Uni nima beradi-da? Vyosla beradi. Vyosla beradi, keyin ana spasательный жилет. Ha, ketdik emasa. Mana borib olish kerak. Mana resepsiya. Bobbi, taylangan o'tini. Onaga qizdan olinglar. Yaxshi ovqat. Nima qilyapsan? Mana bir dunyo ish qurollaring bor. Nima bular? Tushuntir. Hammasi Baliqni aldash shirin bilan achchiq narsani yaxshi ko'radi-da. Aha. O'shanga baliqni prikormkasiga mana bunaqa nimalar qo'shamiz. Aromatizatorlar, konsentratlar qo'shamiz. O'sha qo'shilgan Suvga tushgandan keyin уже suvda tarqaladi-ku. Baliqni zamonaviy qiladi-da. Ha, baliq sezadi, короче, uzoqdan. Sezadi-da. Bitta joyga tashlayman, iloji boricha nima ko'rimda baliq o'sha yerga kelishligi uchun-da. Boshida joyda aniqlab oldim, qayerda baliq bo'lishi mumkin. Вот. Mana bunisi nima? Birinchisi nima? Uni o'qib ko'rish kerak-da, nima nomi? Nima deb yozilgan? Biskvit. Biskvit tam keladi, ochib ko'ring. Hidi. Biskvitlar. Hidlab ko'rgan nima ekan? Qani? Da. shirinlik. Shokolad mana. Bular o'zi kelishdi. O'g'illar bu tomonga, yigitlar bu tomonga. Zafar yur, biz ikkovimiz. Zafar yur. Nima deb aytdi u? Olinglar dedi просто. Biz ham nima olaylik? Umringda qaytagan bo'lsa. Yo'q. Bular bizga olib ketdimi yo'q? Ularniki ham shunaqa edi. Uni bu yaxshi narsa bu olib kelmaydi. Mana ularni oldiga borish. Yo'q, to'g'ri. Просто bundan to'g'ri qilibsan-da, tushunsan? Bizning lotkamizni kovushi noto'g'ri ekan. Ma. Qo'shdi. Yo'q, bu to'g'ri, jo'ra. Почему? Ha, bunisi Arqaga, mana bu noto'g'ri. Bosh oldinga ketamiz. Bu mana noto'g'ri, jo'ra. Oldinga ketmasang, arqaga ketasan. Ha. Nima, orqachalab suzamizmi? Hadi ita qildi, qanday qaysi tomonga ketasan? Qara, bunday qilamiz-ku, aslida nabarot bu 3. Sen bunday o'tirsang ham bo'ladi, unday ham o'tirsang bo'ladi. Qanday o'tirasan? Menga farqi yo'q. Bemini bermasin. Agar oldindan ketmoqchi bo'lsak, bunda. Agar orqadan bo'lsa, bundan qaytadi. Biz nima qilamiz orqaga? Biz oldinga deymiz. Ular ketdi, suzib. Shoh, unday qimirlamang siz. Ketdik, haydaylik. Hayla ular, tomonda.
Shuncha uzoqlash. Orasiga qo'yish kerak edi. Oldinga bir kishi oldinga o'tirib olish kerak edi. Mana yaqin. Keyin Yo'q, men qarab o'tirgan paytingda ishlab beryapti. men mishat beryapman. Yo'q, men oyog'imda. Ana shuni aytyapman, mana mana. Sherima deb o'ylayman. Chap qo'l. Oba. Biz ana o'sha xamizdorga kelyapmiz. Нормально. Sen bu tomonga o'tirib olgin. Ya shohruxga berchi. Ketdik, u yoqqa bormanglar, ular tiqilib qoldi. Ha. Provaga olyapsiz? Ana ular tiqilib qolgan. Ha, tiqillaringmi? Ha, Rusalka. Pravasiga odam o'tirib qo'yardi. Ketdi, qirg'oq u tomoniga boramiz. Shoh. Ya siz oling qani, saydan qani? Ya mosh. Hayır, o'tga bor ekan, o'tga. Как раз ужинga ana go'sht bor. Men nima qilaman? Senga udobni bo'ladimi? Senga Udobni bo'ladi. Qarada qan qilib udobni bo'ladi. Chunki bunday qilsang osonroq bo'ladi. To'g'rimi? Da. Intalatki o'zingga tortish osonroq. Yana o'tkalar. O'tka hujum qilyapti. Bolalari bor mana. Niye yapıyorsun? Tosh bor ekan. Onu. Yaxshi kelmalar, to'xtanglar, uyi bor. Bu qanaqadir boshqacha o'tga ekan. Mana uyi bor ekan, shu uyi. Qumlarini qarang. Ha. Qarang, ana shoxini ko'targanini qarang, shoxini. Hop, ana o'tirib bor. Всё хорошо. Hech kim tegmaydi. Biz Asta haydaver bo'pti. Ha. Napotat qildimi? Faqat buzmaganlik ishlarni qilasan. Ye. Shoxga baliq ushladingizmi? Yomon tortdi. Ha, balig'i. Mana tortdimi? Ha, nima qilmaydi, yo'q. Nifiga себе bilan. O'tga tortgan. Yo'q, qayerga o'tga tortadi? Payga o'ynaymizmi? Davay, nimadan? Birga birmi? Qayerga o'ynaymiz? Mana bu yoq yaqin. Bu tomonga o'taylik, qirg'oqqa. Yo'q, bera. Nimadan o'ynaymiz? Birgada. Nimadan? Mana bu tomonga. U tomonga. Mana men bunda yotib olaman, Timurga o'xshab. 1 2 3 start. Ketdik. Gap ora beramiz. Zafar, bu yoqqa. Zafar. Bu yoqqa qirg'oqqa. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Zafar! Zafar! Biz yutdik baribir. Qolib ketdilar. Qizlar. O'ynaysizlarmi? Yutqazlang-ku. Nifiga siz voda qalaman. Baydarka. Buni yig'ishtiring, biz ham shunday qilamiz, ikkita qilamiz. Yo'q, naborot. Yo, naborot ular o'tadi, qochadi.
Bo'lmaydi undaysiga. Ha, bu. Davay pulga o'ynaylik. Farqi yo'q, mezza. Ketdikmi? Qayerga? Aytinglar sizlar. Ha, suzyapmiz-da, haydanglar. Qanchadan? Qanchadan gapiringlar. To'xtab tur. Qanchadan? Qanchamiz? Ko'tarilganni qarang ana. Bir kishi oldinroq, orqaroqqa o'tirdi. Baydar Samsud deyardingiz ama endi. Faqatku aylanib turibdi bitta joyda. Ularniki ham kappada. Ne bittasi kappa. Almashtirgan anasini. Almashtirish kerak edi. Ey, o'ynaysizlarmi yo'qmisizlar, ey? O'rganib oladi. Геракл за рулем! Ey, bunday geyimlar niye oynamaydi? To'qini sindirdi ular. Bo'lmasam Gerakl bor. Qani? Qaysi tomonga? Bo'ldi, ketdik. Start. Hozir uradi. Yo'q. Hozir uradi. Urmaylar. Gerakllar. Ketdikmi? Sadi zo'r ekan. Nimasiz bu? Biz almashtirdik, sizlar biz bilan almashtirib ketdik. Ketdikmi? 10 mingdanmi? 5 mingdanmi? Sizlarga правильно, biznikiga правильно edi. Start. Внимание, marш. 10 ming rubldan. Ketdik. Раз. Два. Chap bo'l. Bir xil. Chap bo'l. Bir xil. Çok kımıldamayın. Chap qo'l. Bir xil. Qoldilaringmi? Chap qo'l. Qoldi. Paka. Yutqizdilaringmi? Ha, qanaqa? Mani bu yoqqa dedilaring o'zlaring. Qara. Hey! Всё, yutqizdilaring. Baribir biz yutdik. Paka. O'zlaringdan chiqmasin. 10 ming. Va'da berdilaring. Va'da berilgan 10 ming. Chap qo'l. Paketlarni almashtirish kerak. Какая разница? Mana almashaman deyapti-ku. Qolib ketdi 194-chi. Ha, bizning vajisil baribir legenda. Yana bitta vajisil legenda o'tirdi rulga. Bo'nglari urqizdinglar-ku o'zi. Неудобно, да? GoPro. Qani chiqib ketdi. Mana shunaqa dam olish bo'lyapti hozircha. Lodkada 2-3 marta garov o'ynadik. Baribir yutqizdi bu komanda.
Bularda duh bormi? Hammasi Duh bormi, yo'qmi? Qo'yib boraman lekin. Yutqizdi. Kamerachi mag'lubiyatni kameraga olmas ekan. Историю пишет победители. Faqat вот правильно. Правильно. Yo'q, aytinglar-da, hozir o'ynasak o'ynaylik mana, bir xil. Nima qilyapti mana bu bolani? Olib qo'y o'shasini, olib qo'y. Hozir bir nima boshlaydi chiqarib. Bilmaydi-da hozir. Ustuni olmasa cho'ktirasa-da shu bo'ladi. Ichiga suv sovaring. Bittadan platikan Oy! Hozir bir tufayman deydi. Biz onu atamiz hozir. Yutqazgan komanda baribir. 2-3 marta. 2-3 marta yutqizdi. Yutqizlangmi? Qarz beringlar ketaman. Kartaga tashlasalang bo'ladi. Shoh, ushladingmi baliq? Hozircha jimjit. Ushlamangmi? Tamam. Balıkçı ushlabdi. Kichkina balıkçı. Tirik adam. Bittami? Ha. Короче, hammaga tavsiya qilib qolaman. Mana shu joyda o'sha o'rtaga borib suhbatlashib o'tirdik. O'sha yoqqa uzoqqa olib ketib qoldi shamol. Endi esa banyaga ketamiz. Banyaga kiryapmiz. Banya nomer 1. Qanday ekan Bobi ichkari? Ya, o mana bu yerga men dasturxon qilsa bo'lardi shu yerga. Ha, qilsa, narsalarni berib olib kirish kerak ekan. Блин. Вообще четкий. Banyadan keyin shashlikchasi. Ba'zi o'zim pishirmasam bo'lmaydi-da. Ana shunday aka, ana shunday. Bu kim edi bu endi? Tochkan xo'jayinimi bu? Ya, cho'rnik asa kimniki? Meniki. Kim xizmat qilish kerak? Qilyapmiz-ku. To'g'ri, nima biz hozir? Bodring, pomidor. Bodring, pomidor, zelen. И tarvuz. Tarvuz kimdan qiladi? Hozir qo'ydimmi? Shu birdaniga tarvuz ham qilamiz. To'g'ri, to'kilib ketmasin dedi aka. Unaqa qo'shib keladi-ku O'zbekistonda. Anaqa massajniy kabinetlarga kirgizsa qochib ketadi. Yuziga bijir-bijir qo'yib yuborish kerak deydi-ku. Qara. И с нами еще Гульчатай. Гульчатай? Это кто Гульчатай? Ну спасибо. Ну покажи личико, Гульчатай. Haligi yuzimga bijir-bijir qo'yib yuboring dedi-ku. O'zi bijir-bijir qo'ygan. O'zi bijir-bijir. Shashlikchalarni qaranglar, shashlikchalarni. Wow. Sochni. Sal buni pishirish kerak. Nima qilish kerak? Pishirish kerak, sal. Lekin sochni. Hozir quritib qo'yaman dedim-da men. Bu yana og'izga 5 minut tursa agar zo'rda bu. Nima? O'zi sraz yeyish kerak emas, olib turib go'sht o'ziga pitovat qilish kerak. Где-то 5 minutmikan. Короче, powerlar biladi. Biz master-class. Da, bitta tushib ketdi. Yechilib ketdi. Hech narsa emas. Короче, Bunaqasi ham bo'ladi. nima desalaring denglar, u bizga yoqimli ishtaha deydi-ku. O'ylamanglar, shu bular faqat go'sht yerkan deb. Yo'q. Non ham yeymiz, non ham bor deng. Non ham yeymiz. Yoqda qanaqa ishlar ketyapti? Nechun, rебята? Aujidami? Aujida? Voy vo. Hali kelin-kuyov stolga bo'ladi-ku. Bu yo'la вообще под заказ-ku. Ha? Samarqand limonlari. Vay. Yashashni bilasizlar. Bugungi dam olishimiz mana shunaqa marroqli va mazmunli. Do'stlar davrasida
Nima dedilar yigitlar? Lekin qiz ham обсуждение bo'ldi stomatologический больше всего. Ko'p vaqt. Da. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Sen anavingni olib qo'y, ko'rganlar aytadi, bu qiz bola bilan ham boribdi deydi. Qizlar yo'q. Sizlarga shu. Sachi yo'q qiz ekan deydi. Bittagami hammasini? Bobbi, nima deyapti bu? Mana ye deyapti buni. Nima deyapti bu? Yama. Voy. Kuydirmasdan chiroyli pishirdi. Tushib oqib qolmadi, kotlet yemayapmiz. Ha, shog'a? Mayli, men o'sha yoqda kutaman sizlarni. Voy, keldi. Qani. Shunday ochib. Hammaga yoqimish taqa. Limonni shuni ustidan to'kib yuboraymi? Gapiraksi yo'q. Piyoz qo'ysang bo'ladi. Ha? Piyozni qo'yaymi? Shoqa, boshlayverakmi? Ke, shoqa. Yoqimish taqa, короче. Zafar boshlab berjora. Ha, olingmi? Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Olinglar, tagida qoldirmanglar. Bugun bayram. Kim ko'p yakdimi? Landi. O'yin boshlandi. Shoqa bo'ldi, boshqa pishirma. Jom, shoqa. Qon bo'lsa yo'ramiz deydi. Juda kremli gupsiz. Bu turgan sari yana nima bo'libdi-da? Zo'r mayladi. Agar o'sha yerda yesangiz bunda shirin qila olmaydi. Точно. O'zi tez pishiradi. Bolalar suhbatlangmi? Yo'q, suhbat qilmayapsiz. Yo'q, meni 30 ga Gulmanskka borib, hozir sog'ib. Plus 15 Suhbatni sog'inib boryapmiz-da u yoqqa. Endi to'g'ri o'ylayapti, desertga. Qizil chiqishi kerak deyishadi. So'rishlari boshqacha lekin, ha, shoh. Gaz. Нормально. Реально mazali. Bolalar. Biz Erondan zakaz qildik bu tarbizni. Ha, Erondan keldimi? To'g'ri, mazasi вообще zo'r. Onlaring, mana ko'tar. Qo'yamiz, qo'yaveringlar. Dahshat. Qattan.